Dadasi juda ham to'g'ri fikr o'ylabsiz ekan. Shuning uchun yig'yapman deb farzandlarimizdan. Ish qilib ular rozi bo'lsin deb mana shu narsaga. Xudo xohlasa rozi bo'lar. Assalomu alaykum. Qizlarim yaxshiliklar. O'tiringlar. Oyijon nima gap bo'lsa? Voy nima gap, adajon? Tinchlikmi? Shuni ishlarimni tashlab kelyapman-da. Assalomu alaykum, dada yaxshi o'tiribsizmi? Sizingizlar, oyijon, yaxshimisiz? Sizingizsiz? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat. Tinchlikmi dada? Ha, tinchlik. Hammaning bo'psiz? Hamma yig'ilsa kerakda. Qalaysizlar, Voy yaxshimisizlar? rahmat, Xudoga shukr. Voy bir-birimizni ko'rishimiz ham yo'q-a? Opalar, yaxshimisizlar? Yaxshi, Allohga shukr. Yaxshi, rahmat. Siz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisizlar, jiyanlar yaxshimi? Yaxshi. Siz yuribdimi? Nima olib kelmadinglarmi? Ayyo, maktabda, bog'chada. Ular ham ishi ko'p o'zini. Yaxshi. Biznikilar ham shu bog'cha, maktabda yuguradi. Kezi to'polon boshlanadi. Shuning uchun o'zimiz maslahatlayotganmiz deganlarim uchun ularni qoldirib kela qoldik. Ha, yaxshi. Nigina qani ko'rinmayapti? Bolam Niginani ataylab chaqirmadi. Avvalambor hammanglarni kirib kelayotgan ro'zlaringizni xabaringlar bor, kichkina singillaringizga ozgina sharoitlar og'iradi. Shunga adang bilan maslahatlashib bir xona bo'lsa ham uy olib beraylik. Ikkita bolasidan ijarada turibdi. Mayli, nima deysizlar? Juda ham to'g'ri o'ylabsizlar. Juda yaxshi fikr. Yordam qilsak o'zi Ramazon oyida savob bo'ladi. Oyi, xabaringiz bor. Biz ham to'y boshlab qo'yganmiz. Ha, endi xo'jayin bilan maslahat qilib, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mayli, begonaga bergan-ku, o'zimiz jigarimizga bergan yaxshi. To'g'rimi oyi? Barakalla bolalarim. Dadasi shunday bolalarni tarbiya qilganimizga Xudoga shukr qilaman. Degan yaxshi bo'libdi. Davrajon yaxshi yuribdilar? Ha, ular ham yaxshi. Endi uy olaylik deb tinmayapti doim. Aslida kamchiligi bor degan eding, jigarlaring senga tilxos qilib. Voy, Qancha dadasi deguncha?